Speedometer 70, navigator 68, antiradar 67. Radarga tushmasligi uchun qaysi biriga ishonish kerak o'zi? Ko'pchilik haydovchilarimiz mana shu narsada adashadi. Lekin aslida buning hammasi to'g'ri ishlaydi. Nimaga bundayligini hozir men sizga tushuntirib o'taman. Avtomobil speedometri tezlikni to'g'ridan-to'g'ri o'lchamaydi. ABS datchiklari orqali g'ildirakning aylanishini hisoblaydi va uni km/soatga aylantiradi. Bundan tashqari speedometrda ko'rsatilgan tezlik shinalarning bosimi va uning o'lchamlariga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun navigator odatda aniqroq bo'ladi. Speedometrga qaraganda 2-5 km kam ko'rsatadi. Speedometr real tezlikdan ko'p ko'rsatishi mumkin, lekin kam ko'rsatmasligi kerak. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar 3-5% gacha zapas pogрешность beradi. Navigator GPS esa mashinaning joylashuvini sun'iy yo'ldosh orqali aniqlaydi. Masofa va vaqtga qarab tezlikni hisoblaydi. Ya'ni bu yerga nisbatan real tezlik. Lekin ayrim holatlarda GPS signallarida pomexlar bo'lganida real vaqtda ko'rsatmaydi. Shuning uchun iloji boricha o'zlaringiz speedometrlaringizga qarab yuraveringlar. Ha, aytgancha profilimizda bundan da qiziq videolarimiz bor. Yangilarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.